Девочки, salom. Mani qora sochda ko'rib hayron bo'lmanglar. Sari soch menga emas ekan. Mani rangimga eng zo'r tushadigan rang rangimga, короче, sochimga qora zo'r tushar ekan demoqchi edim. Xullas, bugun mana bunaqa ko'ylagimni kiydim. Zirep-re, uzuv hammasini taqib bo'ldim. Shunaqa tsepochka rosa chiroyli turdi mana shu ko'ylak bilan. Zire shunaqa taqdim. Oyog'imga mana shu mokasimim hamma yaxshi ko'radi. Hamma qizlar so'raydi. Buni Zaradan oldim. Qizlar do'konda yo'q. Lekin ko'ylagimdan kiyib olganimda do'konda bor, jigarin tsvetidan ham bor. Qaranglar, qanaqa chiroyli ko'ylak. Вообще, shunaqa o'zimga yoqdi. Bu ko'ylakni poshna bilan kiysanglar, вообще chiroyli tursa kerak. Menda oyog'im zo'r bo'lgan. Hozir poshna kiyolmayapman anchadan beri. Tinmay oyog'im yara bo'ladigan odat chiqarib olgan. O'shaning uchun shunaqa mokasimni past kiydim. Всем пока, men ketdim. Девчонки, salom hammaga. Bugun har doimgidek birga tayyorlanamiz. Mana shunaqa yubochka kiyaman bugun. Shunaqa koftochka. Вот. Belim o'lsin, rosa ingichka. Remen taqmaymi deb 2 soat o'ylanib, oxiri remen taqdim. Qulog'imga mana shunaqa ko'k, nima edi bu? Zire bilan uzuv anaqa qildim, taqdim. Shunaqa atir sepdim bugun. Remenimni taqib bo'ldim. Oyog'imga remenni rangi qora bo'lgani uchun sumchkam bilan oyoq kiyimimni moslab qora qildim. Mana shunaqa ochki olgandim Turkiyadan. Shuni ham taqib oldim. Все, men tayyor. Egilsiz o'tiz ko'rinadi buncha kalta. Qamanglar. Men hech qayerda egilmayman. To'g'ri mashinada borib, mashinada qaytaman ishdan. Bo'ldi. Men ketdim. Hammaga xayr. Девчонки, salom hammaga. Mana shu aks urgim kelib qoldi, lekin kelmadi. Xo'p, bugun mana shunaqa shimimni kiydim oqshom. Ustiga menda ikkita variant bor. Bittasi mana shunaqa rubashka, bittasi shunaqa koftochka. Birinchi variant rosa yoqdi o'zimga, bilmadim. Bugun mana shunaqa rubashkani kiygim keldi. Ikkinchi variant ko'proq yoqdi. Qizlar rubashkadan ham, koftochkadan ham do'konda bor. Shimdan ham menimcha bo'lishi kerak. Qoldimi yo'qmi aniqini bilmayman lekin. Xo'p, oyog'imga mana shunaqa poshnali kiydim. Dior sumchkamni taqdim. Oppoq qiz bo'ldim. Xullas, bugun hamma narsam oppoq bo'lib. Mana shunaqa atirimni sepdim. Все. Men уже tayyorman. Endi hozir bugun ishga ketaman. Keyin ishdan chiqib qizlar bilan ko'rishamiz. Sizlarga bo'lsa, paka men ketdim. Девочки мои, hammaga assalomu alaykum va nihoyat get ready with me. Hamma aytayotdi, nima olmayapsiz shunaqa video deb. Mana oldim bugun klassik kiyim bizada. O'zi qora eng yomon ko'rgan rangim. Bugun mayli. Qora kiyinib ko'rdim. Klassik ham bilasizlar, juda ham kamdan kam kiyinaman. Mana shu komplekt edi-da, o'zi kumush, qora. Shuni moslab taqmoqchi edim, tsepochkasini bir soat qidirdik, topa olmadik. Soatimni shunaqa taqdim. Men yaxshi ko'rganman shu atirimni. Bilasizlar, men juda sevaman atirlarni, shunaqa ko'p sepaman o'shaning uchun. O'zi sumchkam rangi menimcha tushmadi kiyimimga, mayli. Remenimga tushdi, dedimda kiyib olurdim. Menda shamollash boshlanyapti. O'shanga menimcha yaxshi gapirolmayman. Miyam ishlamay qolyapti, kameram qiyshuv bo'lib qopti. Ochki taqib oldim, потому что ko'cha men bugun qop-qora kiyinganimda quyosh charaqlab turibdi. Всем пока, девочки, men ishga ketdim. Девчонки moy, qalaysizlar, bugun rosa uxlabman deganda dangisi bo'lib. Makiyajlarim tayyor. Do'konga boraman deb bugun va'damni chiqa olmadim ustidan. Uxlab qolman. Ertaga vaqtliroq bo'laman. Xullas, bugun mana shunaqa ko'ylagimni kiyamiz. Bu do'konda bor qizlar, oq ko'ylak. Sochimni jingalak qilib ko'rdim. O'zimcha yana bilmayman, nima hech ham o'xshamayapti meni anaqa sochimda jingalak. Ustimga mana bunaqa kiydim. Hozir yomg'ir, ko'chada вообще sovuq ekan. Endi men mashinadaman, bilmasa kerak. Oyog'imga shunaqa zire shunaqa taqdim. Molekula atir bugun ancha pul sepmaganimga chang bosib ketibdi turib mana shu atirim. Mana shu sumchkamni taqamiz. Sochimni mayli yechib qo'ya qoling. Kecha aytgancha mana bunaqa furashka ham olib qo'ygandim. Esimga tushib qoldi, shuni kiyib oldim. Наверное, yaxshi turdi. Bugun qizlar bilan o'tirishimiz bor. Поэтому o'zimcha takoy kiyindim. И все. Hozir videolarimni tez montaj qilib, keyin уже o'tirishga ketaman. Sizlarga bo'lsa, paka men ketdim. Bugun bitta o'rtog'imning tug'ilgan kuni. Shu o'rtog'imning tug'ilgan kuniga sizlar bilan birga tayyorlanamiz. Sochlarim ukladka qilingan, makiyajlarim chiroyli tayyor bo'lgan, o'zim qildim. Qizlarning eng katta problemasi millionta kiyimi bo'lsa ham kiyimim yo'q, nima kiygan bo'lsa kerak. Shkafda to'la kiyim, hech qaysini kiygim kelmadi. Do'konga borib shu kostyumni olib keldim. Ko'rayotganingizdek, ichi qalin, o'shaning uchun ustimda hech nima kiyishim shart emas. Aytgancha buni qora rangidan ham do'konda bor. Sizlar ham olmoqchi bo'lsanglar, do'konni direktiga yozsanglar bo'ladi. Buni bemalol klassik qora shimlar bilan ustidan kiysam rosa chiroyli turadi. Xullas,
ustimda shunaqa turdi. Yangi olgan atirimni sepdim. Menga juda ham yoqdi shu atir. Uzun zire-mirelarimni taqib oldim chiroyli qiz bo'lib. Oyog'imdagiga moslab, qo'limga ham qora sumочка tanladim shunaqa. Voila, polный obraz tayyor. To'yingizdagiga material yetmay qoldimi deydiganlar uchun shunaqa yetmay qolgan. Xullas, men kech qilyapman, tug'ilgan kunga ketdim. Sizlarga obraz yoqdimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Пока. Oy devchonki, shunaqa videolarim rosa sog'ingan ekansizlar. O'tgan safargi videoyimda hamma yana get ready with me oling deb. Bugun sizlar bilan birga endi ujinga tayyorlanamiz. Shunaqa jinsovka kiydim. Oyog'imga bo'lsa, mana eng yaxshi ko'rgan oyoq kiyimimni kiydim. Ichimdan oq kofta kiydim. Oyog'imdagi golf o'shanga tushsin dedim-da, unisini ham oq kiydim. Lekin labdagimga hech nima kiymadim. Kiysam stilim buzilib qolardi-da. Voy, срочно qayergadir borib fotosessiya qilishim kerak endi bu kiyimda. Xuddi boshimda boshqa sumkam yo'q deb, faqat mana shu sumkani tutaveraman. Kiyimlarimni bilasizlar, asosan 1-2 marta kiyaman, qaytib kiyolmayman. Lekin mana shunaqa qanaqadir sumka yoqib qolsa bormi? Xuddi boshimda boshqa sumka yo'q deb, faqat o'shani tutaveraman. Menda obraz tayyor. Yoqsa ham shu, yoqmasa ham shu. Endi men kiyinishim shu, nima deysizlar endi? Tenga nimadir kiysiz bu bo'lasan deb yozishibdi oldingi videoyimda ham. Unda ham kalta kiydim. Prosta men mashinadan tushmayman. Shuning uchun bemalol xohlaganimcha kiyinaveraman. Xullas bor-u, menga o'zimga yoqsa bo'ldi, chiroyli tursa. Всем пока. Men hozir chiroyli rasmlarga tushaman borib, sizlarga postga qo'yish uchun. Keyin to'g'ri ujinga ketaman. Har doimgidek o'sha gap, yoqsa yoqmasa kommentariyga yaxshi gap yozinglar. Yoqmasa videoni bidillab o'tirmay kommentariyada o'tkazib yuboringlar.